Bizda yoz beqiyos. Yurtimiz hududlarida faoliyat olib borayotgan dam olish maskanlarida ayniqsa uning tarovati o'zgacha. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Yozning issiq jaziramasida ko'pchiligimiz salqin joylarga oshiqamiz. Aynan turli suv havzalari esa bu borada bizga asqotadi. Jumladan bu kabi. Poytaxtimizda hozirda 10 ga yaqin akvaparklar faoliyat yuritmoqda. Ularning har birini kuzatar ekansiz. Aholi miriqib dam olish uchun bu yerda barcha shart-sharoitlar yaratilganiga guvoh bo'lasiz. Biz bu yerda hozir oilamiz bilan maza qilib dam olyapmiz. Bu basseyn bizga juda ham yoqdi. Atmosferasi bilan, masalan, basseynlar bilan. Чем опаснее аттракционы, тем интереснее. Мы отдыхаем, нам здесь нравится, все окей. Yoz payti bunaqa joylarga kelishni foydasi nimada deb o'ylaysiz? Birinchidan odam o'pkasi ochiladi deb o'ylayman. Yosh bolaga ham yaxshi suv. Yaxshidan mehnatga hamdam deyishadi. Ayniqsa oila davrasida ochiq havoda hordiq chiqarish insonni yanada ruhlantiradi. Yozda shunaqa salqin joylarga, suvli joylarga ko'proq borib turishni maslahat beraman. Hammani sog'lig'i uchun yaxshi deb o'ylayman. Suv birinchi o'rinda odam asab tizimini tinchlantiradi. Hamma menimcha stresslarini chiqarib yuborsa kerak deb o'ylayman. Bu kabi maskanlarni kuzatib, Azim Toshkent dunyoning boshqa zamonaviy shaharlaridan hech ham farq qilmasligini anglash mumkin. Bu esa insonga faxr tuyg'usini baxsh etadi. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.